Bismillahirrohmanirrohim. Fatima binti Muhammad. Sayyida Fatima-i Zahro payg'ambarlar sayyidi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qizlaridirlar. Pokistonlik mashhur shoir Muhammad Iqbol onamiz haqida shunday deydi: U kimning qizi erur, u kimlarning onasi, u kimning ayolidir nomini har lahzasi. Rasullarning afzali erur uning otasi, go'zal farzandlar erur ilohiy ishq mevasi. Tavhid ila olgandir Jabroildan tarbiya, Aliga esa u zot bo'lgan yaxshi rafiqa. Shamoyili pokiza o'ta ulkan saroyi, ganji misoli qilich o'ynatilgan viqorli. U zot roziyallohu anha otasidan bir parcha, u zotga Alloh eng ko'p o'xshaydigani. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng so'nggi qizlari, ya'ni mushukning muhridir. U rayhon sifat, onasining jigar go'shasi, otasining ahli ichida eng sevimlisi, fitrati, diyonat va poklik fe'li esa go'zal xuluqlardagi alomatdir. U zot alohida, obida, Hasan va Husayn roziyallohu anhularning onasi, Ali roziyallohu anhuning ayoli, insu jinlar sayyidining qizidir. U zot Fatima binti Muhammad roziyallohu anha, Fatima-i Zahro laqabi bilan mashhur bo'lgan. Sahih hadisda shunday rivoyat qilinadi. Misvar ibn Marhama roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning minbarda turib shunday deganlarini eshitdim: Banu Hishom ibn Mug'iraliklar qizlarini Ali ibn Abu Tolibga nikohlab berish uchun izn so'rashdi. Men ularga izn bermayman. Lekin Ali ibn Abu Tolib mening qizimni taloq qilib, ularning qizini nikohlab olmoqchi bo'lsa mayli. Zero u qizim mening bir bo'lagimdir. Uni bezovta qilgan narsa meni ham bezovta qiladi. Unga azor bergan narsa menga ham azor beradi. Yana hadislardan birida shunday deb marhamat qilingan: Dunyo ayollarining yaxshilari to'rttadir: Maryam, Osiyo, Hadija va Fatima. Ibn Jurayh rahimahulloh alayhi aytadilar: Menga ko'pchilikning aytishicha Fatima roziyallohu anha Nabiy sallallohu alayhi vasallamning eng kichkina qizlari va u zotga eng mahbubi edilar. U zot o'z sifatlari bilan pokiza, shabboda, o'ta ko'p fazilatlarga boy, simo ilmida kuchli edilar. U zotni qiz bola sifatida go'zal va zakiy, xuluqli, ona sifatida rahmli, mehribon va bag'ri keng, ayol sifatida esa tabiatdan sabrli, ochiq yuzli, yoshligida otasi va onasiga ko'p yaxshiliklar qiluvchi, opalari bilan qalbi ulfat, to'g'ri fikrlari, vafoli ekanliklarini ko'ramiz. Fatima onamizning Alloh taolo bilan aloqasiga nazar soladigan bo'lsak, u zot roziyallohu anhuni Qur'oni Karim bilan, Qur'onni ko'p tadabbur qilishi bilan, uzoq sajdali namozi bilan, atrofdagilarga mehribon va sahiyligi bilan juda yaqin ekanini ko'ramiz. U zot alohida bir tizimni tashkil etganlar. Shu bilan birga o'zgalardan ajralib turuvchi sifatlarga erishganlar. Bularning barchasida u zotga hech kim tenglasha olmaydi. Fatima roziyallohu anha hayotining barcha bosqichlarida namuna bo'la oladi va u zotga kim ergashsa, hayot yo'llarini o'ziga manhaj, dastur amal va mash'ala qilib oladigan bo'lsa, unga marhabo, muborak bo'lsin. Bu qanday ham yaxshi ish. Sayyida Fatima roziyallohu anha payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar bo'lishlaridan 5 yil avval Jumatul oxir oyining 20-sanasi juma kunida tug'ilganlar. O'sha yilda Qurayshliklar Hajarul Aswadni Ka'badagi o'rniga qo'yishdi. Ixtilof qilganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni chakmonlariga solib, Qurayshning 4 qabilasi 4 tarafdan ko'tarib qo'yishini maslahat beradilar. Shu bilan oradagi nizoga barham beriladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hajarul Aswadni o'rniga qo'yish bilan muammoni hal qilganlaridan so'ng uylariga qaytadilar va o'sha vaqtda qizlarining tug'ilganlaridan xabar topadilar. Alloh taologa tahlil aytib, Hadija roziyallohu anhoning huzurlariga kirib, qiz farzandi bilan muborakbod etadilar. Ular ikkisi haqqiga baraka tilab duo qiladilar.
Fatima roziyallohu anhoning ismlari va laqablari. Arablar o'z odatlariga ko'ra farzandlariga ular tug'ilganidagi sifatlarini laqab qilib qo'yar edilar. Sayyida Fatima roziyallohu anho juda ham chiroyli chaqaloq bo'lib, yuzlaridan nur taralgan. Oppoq bo'lganlari sababidan ko'rganlar juda ham oppoqqina ekan, yuzi gul kabi deb sifatlashar edi. U zot roziyallohu anho ham Zahro gul deb laqab olganlar. Fatima deb nomlanishlariga sabab esa bu ism Quraysh hamda arab ayollari orasida ko'p tarqalgan. Bundan tashqari Alloh subhanahu va taolo u zot sallallohu alayhi va sallamni va zurriyatlarini ham do'zaxdan saqlaganligi uchun Fatima do'zaxdan saqlangan degan ma'noni bildiradi. Ushbu ism arablar orasida ancha keng tarqalgan ismlardan edi. Rivoyat qilinishicha Nabiy sallallohu alayhi va sallamga qalin ipak matodan bir bo'lak hadya qilinganida kuyovi bo'lmish Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu ga shunday deganlar: "Bularni Fatimalar o'rtasida taqsim qil." Shunda amakivachchalari matoni 4 qismga bo'lib, birini ayollari Fatimaga, ikkinchisini onalari Fatima bintu Asad ibn Hashimga, uchinchisini shahid bo'lgan Hamza ibn Abdumuttalibning qizi, ya'ni amakivachchalari Fatimaga, to'rtinchisi o'z opalari bo'lgan Fatima bintu Abu Talibga. U zot Ummu Hani deb ham ataladilar. Bundan ma'lum bo'ladiki, Fatima ism o'sha davrda arab ayollari orasida nafaqat keng tarqalgan, balki ular orasidagi eng e'zozli ismlardan biri bo'lgan. Fatima onamizning navbatdagi mashhur laqablari Batul bo'lib, u pok degan ma'noni anglatadi. Maryam onamiz ham ushbu laqab bilan mashhur bo'lganlar. Fatima onamiz ham pokdomon, taqvodor bo'lganlar. Doimo ulardan yoqimli hid taralib turgan. Aynan shu poklik sifatida u zot roziyallohu anhoning hissiyotlari barcha ishlaridan mushtarak omil bo'lgan. Nafsi, qalbi va liboslari ham pok bo'lgan zot edilar. Ibodatlarining eng ko'pi namoz edi. Bilamizki, namoz faqatgina tahorat, ya'ni poklik bilan bo'ladi. Shu sababdan u zot bu laqabga loyiq bo'lganlar. Bu esa Fatima onamizning juda ibodatgo'y ekanliklari va kecha-yu kunduz namoz o'qishlariga dalolat qiladi. Shuningdek, Ummu Abiha, ya'ni otasining onasi degan laqablari ham bor. Bu Fatima onamizning mashhur laqablaridan biridir. Bu otalari Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni haddan ziyod yaxshi ko'rishlari hamda otalariga bog'lanib qolganliklari tufaylidir. Yosh qizaloq Fatima opalari Zaynab Ruqayya va Ummu Gulsumning turmush qurganidan keyin biroz yolg'izlik sezgan. U ana shu paytda 5 yosh atrofida bo'lgan. Yangi hayotga yuzma-yuz kelgan, hayotning qiyinchiliklariga yuz tutgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qizlari ushbu dinni qabul qilib, otasi bilan yolg'izlikni his qilmagan. Bu otalari sollallohu alayhi va sallamning payg'ambar bo'lishlaridan oldingi yolg'izlik edi. Islom u zot bilan otalari Mustafa sollallohu alayhi va sallam o'rtalarini bog'ladi. Hamda onalari mo'minlar onasi Hadicha onamiz muslima opalari bilan nasabdan ko'ra kuchliroq, qondoshlik va qarindoshlikdan ko'ra qiymatliroq, yaqinroq bo'lgan aloqani bog'ladi. Nubuvat xonadonidagi barcha insonlarga yagona din atrofida jamlanganlaridan boshlab mashg'ul qiladigan narsalarini unutishdi. Undan boshqasiga e'tiqod qilishmadi. Yagona Parvardigoriga sajda qilib, unga biror bir ilohni sherik qilmasdan, undan o'zga xudoga sig'inmagan holda hayotlarini davom ettirdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Baytullohni tavof qilganlarida ham, namozlarida ham kichik mo'mina qizlari ularga hamrohlik qilardi. Fatima roziyallohu anhu yoshi kichik bo'lishiga qaramay, o'zlarining iymoniy fitratlari bilan otasiga kofirlar tarafidan yetkazilgan aziyatlarga qarshi matonat turib berar edi. Agar kofirlardan birortasi u zot sallallohu alayhi va sallamga azor bersa, otalarini undan xalos etishgan shoshar edilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Masjidul Haromda namoz o'qiydigan kunlardan birida sajda qilardilar. Shu paytda kofirlardan biri Uqba ibn Abu Muayt u zotga alayhissalomning yelkalariga bir kun avval so'yilgan tuyaning ichak chavoqlarini tashladi. Shu onda kichkina bir qizcha kelib, otasining ustidan ularni olib tashladi va azor berganlarga qarab baqirdi.
Kofirlardan hech kim Fatima roziyallohu anha onamizga javob qaytarishga jur'at qila olmadi. Yosh bo'lishlariga qaramasdan qalblari shijoatga, otalariga bo'lgan cheksiz muhabbatiga lim-molim edi. U zot sallallohu alayhi vasallamni himoya qilish uchun hayotlarini ham fido qilishga qodir edilar.